2013 yılı 18 fevralda yazılgan yazma Şoңqar kabi çağla'nın ikinci kısmı. Şoңqar kabi çağla ikinci kısım. Mening Ali mektepning birinci yıllıqda eng yaxshi ko'rgan dersim Ali matematika dersi edi. Bu dersni matematika fakultetining o'qituvchisi Mahbuba xonim beradi. O'zi kam so'z, ammo talabchan edi. Har turli differensial tanlimlarni yeyishning unumli usullarini egallash uchun darslik kitobdan sirt yana maktab kitobxonasining ikkinchi qavatida oliy matematikaga oid xitoycha materiallarni oriyat ilib ko'ratdim. O'qish yilining ikkinchi mavsumining o'tirlari bo'lsa kerak. Kitobga o'tib, yenimda Universitet Inglizcesi degan kitobni ko'rayotgan Xitoy o'quvchi ko'zim tushib qoldi. Shuning bilan uningda bir necha so'zni o'qib beqishni so'radim. U o'qishga boshladi. Bekavza. Ikki yozama. Buni men o'qiy olayman dedim uningga. Chunki Uyg'urcha yangi yoziqni yaxshi biladiganim uchun tushunmasammi, u o'qigan so'zlarni ulab o'qib berdim. Uningga mening talaffuzim to'g'ri bilinib ketdi. Yoki u shundoq deb qo'ydimi, unisi menga noma'lum. İngilizcening harflarini o'qish oson ekan. O'rgansam yaxshi o'rganib ketalamdiman nima? Shundoq o'ylar bilan kechda yotoqqa qaytdim. Ba'zida sana uchragan kichikgina ishmi? Keyingi hayot yo'linishingni tubdan o'zgartirib yetadi ekan. Mubada men o'sha kichikgina sabab bilan inglizcha o'rganishni boshlamagan bo'lsam, balkim shu tatda otishda biror yezining eglik boshqarish funksiyasida xizmat qilayotgan bo'lar bo'lg'aydim. Shu kuni somkamni quchoqlab yotoqqa kirsam, bir necha saboqdashim Urumchidan kelgan Asqar, Farhod, ya'ni marhum yozuvchimiz Qahar Jalil apandi bilan marhuma söyümlük shoirimiz Tursunay Hüseyin xonimning farzandi Sodiqjon, Bayin oilasidan kelgan Tursun eli qatorliq saboqdoshlar yotoqda o'zlari qatnashayotgan inglizcha kursining darslarini takrorlashayotgan ekan. Men birinchi yili Xitoy tilining o'tisidan aran chiqayotgandan keyin bu kurs qatnashmagan edim. Ularning talaffuzlari qulog'imga shundoq so'lin anglandi. Menda kechikib bo'lsa-mu bu kursga qatnashish istagi tug'ildi. Shuning bilan saboqdoshim Asqarga yangi ufqim ingliz kitobdan birini olg'ach kelgan adash deb topaladim va atsila u alg'ach kelgan 2 yuanlik kitobni elib, allaqachon yerimlashib qolgan kursga 15 yuan to'lab kirdim. Bu yerda shuni tilga elib o'tish hojatga shu chaqlarda maktab o'quvchilar birlashmasi intayin jonliq edi. Bu kursni shular Shanxay qatnash universitetida inglizcha kasbda a'lo o'qib, universitet chet tili bo'limida o'qituvchilik qiladigan Shuhrat ismli muallimni taklif qilib uyushtirgan ekan. Bu tilni o'rganish Xitoy tilini o'rganishga qaraganda ko'p o'ng'ay to'xtadi. Sababi bu tilda so'zlar xuddi Uyg'ur tiliga o'xshash chaklik harfdan tashkil topgan bo'lib, 26 harfning o'xshamagan birikishdan o'xshamagan ma'no ifoda qilg'ili bo'ladi. Xitoy tiliga o'xshash so'z ohangning o'zgarishchanlik bo'lishi kerak. Ya'ni buni tilshunoslikda o'zgacha kasbiy atalg'i bilan ataydi. Ana shundoq o'zgarishchanlik bo'lishdak cheklamasiga uchrab ketmaydi. Daimlik va g'ayri daimlik fe'llarning o'xshamagan zamondagi turlanishini yaxshi egallab olgandan keyin yozish va so'zlashda ko'p qiyinchilik ko'rilmaydi. Keyingi o'rganish jarayonida menga ta'sirrak tuyulgani fe'lning aniqsiz shakli bilan go'ngiroq tusga ega qaratmali xususiyati bor article, ya'ni the ni to'g'ri ishlatish bo'ldi. Xo'sh, men endi oq qarni farq etgila boshlaganda o'qish mavsumi oxirlashib kurs to'xtab qoldi. Lekin soat to'xtab qolsa qoladi-ki, vaqt to'xtamaydi degandagidek, inglizcha kurs to'xtab qolgani bilan mening bu tilni o'rganish havasim to'xtab qolmadi. Esimda qilishicha bu kitobda 144 dars bor edi. Bu kitobni 1960-yillari angliyalik tilshunos L.G. Alexander degan kishi tuzgan bo'lib, kitob kundalik turmushda ishlatiladigan so'zlarni o'rganishdan boshlanadi. Esimda qilishicha kitobning tuzilishi mundaq edi.
Алдыңғы дәріс адди сөзлер болса, кейінгі дәріс тұрмышта işletilgan салам саат сөзден тәркіп тапқан cümleler, яки мұндақша айтқанда қысқы текст еді. Мен yazlıq ta'tilda to'g'ri bo'lamdi, xato bo'lamdi, buning bilan hisoblashmay, kurs tugiguncha o'tilgan darslarni, tekstlarni yodlab chiqdim. Ba'zida ishlar mana shundoq mexaniklik holda boshlandi ekan. Asta-asta uning qaytig'i kirgandan keyin odamning kallasi ichiladi ekan. Ta'limga yarasha Shuhrat muallim 2-yilning o'qish mavsumida kursini davomlashtirdi. Ammo dars 100-darsga borganda Avstraliyaga ko'chmanlik ishi bilan jiddiy bo'lib qilib, uni davomlashtira olmadi. Uning darsini burun inglizcha o'rgangan, darsda eng yaxshi o'quvchisi olim davomlashtirib oxirini chiqarib etdi. Shuhrat muallimning men qoldirgan ta'siri cho'nqur bo'ldi. Darsining unumi yuqori bo'ldi. U darsni bolalarga ko'yinib, bar ishtiyoqi bilan so'zlaydi. Bizni bir nima bilsin deydi. O chaqlarda nada hozirgidek til o'rganish muhiti, nada har xil yumshoq detallar, Uyg'urcha, inglizcha lug'atlar, kompyuterlar, iPhone'lar, inglizcha kinolar. Biz asosligi o'z havasimiz, tirishchanligimizga tayinib, partizancha usul bilan o'rganatdik. Masalan, men qayerda English corner, ya'ni ingliz tili havaskorlari so'zlashadigan so'rin bo'lsa, shu yerni izlab yurib, so'zlab turib o'rganatdim. Men vatanda ba'zilarning yiliga 10 ming, hatto 40 ming ko'y pul to'lab, inglizcha o'rganganliklarini anglab shunday qo'yildim. Yoki ular chin dili bilan til o'rganmaydiganlar, yoki pulining ko'pligidan naga xarjlashni bilmaydiganlar. Masalan, universitetdagi qaysi fakultetda ashu so'rin tuziladi ekan? Asosan degidek Xitoy o'quvchilar buni o'rinlashtiradi. Men ularning e'lonini ko'rsamla shu yerga boratdim. 89-yili universitet Chatal fakulteti bo'yicha Uyg'urcha ona tilida o'qigan o'quvchilardan maxsus o'quvchi qabul qilgan bo'lib, ashu bolalarmi bu so'rinlarni o'tkazib turadi. U so'rinlarga kirganda ko'nglim yayrab ketadi. U sinfda Ömerjon ismli Bugurdan kelgan xushbe'l, aqlli ham tirishchan bir yigit bor edi. Arzgul Ömer, Aygul ismli darschi a'lochi bolalar ham bor edi. Men ularning so'riniga borganda qizg'in paranglarga tushib ketdim. Maktabning sirtida Sanoat institutining kichik bir maydonida Qiziltog' bog'chisining ichida bu so'rinlar bo'lib turadi. Men berib turatdim, so'zlab turatdim, diqqat qilatdim, xatoligimni to'g'rilaydim, olg'a ilgarilaydim. Til aloqa quroli bo'lgan ekan, uni ishlatishing kerak. Ya'ni so'zlashing, so'zlatkizishing kerak. Eqish, tortinish bilan uni yaxshi o'rgangil bo'lmaydi. Ashu so'rinlarga hamma millatdan har xil odamlar keladi. Mening esimda eng yaxshi qolgani tashqi savdo maktabida o'qiydigan latopatlik bir qiz o'quvchi, ismi Chimangul deyman. Bu qiz bilan tibbiy universitetdan keldigan qo'yuq qashliq Kurash ismli bir o'quvchi bor edi. Ularning har ikkisining inglizchasi intayin yaxshi edi. Urumchining ustidak to'lgan oylari almashib, fakultetimiz binosining oldidagi o'rmonlar chechaklarga purkangan yili. Ya'ni xuddi marhum shoir Abliz Naziri yozgan Chechak fasli nomli. Turmabmidi oqshomlar texi dal-daraxtlar potlar chiqarib, mana sahar boshqacha olam bog' yetibdi holrang tusilib. Kelginida vaqti soati chechak fasli gulchiroy ochdi, kuni tugab qishqirov fasli qayergidu yo'qoldi qochdi degan tasvirlar tabiatda qayta o'z ifodasini topgan, odamga zo'q va umid bag'ishlaydigan oliy maktab hayotimning 3-yili 2-mavsumi bahor mazgilida Xitoy o'quvchilaridan ilinadigan davlatlik 4-darajaliklar inglizcha saviya imtihoniga qatnashib, eglik boshqarish fakultetidan o'tgan oz sondagi o'quvchilarning birisi hamda tunji Uyg'ur o'quvchi bo'lib, fakultetning ichida chang chiqarib qo'ydim. Fakultetdagi Xitoy Uyg'ur fakultet rahbarlari bundan xabar topib bo'ldi. Hozir balkim bu imtihondan o'tish nurg'un o'quvchilarga hech gap emas. Ammo ayni chaqda uning ahamiyati cho'ng edi. Az uchragan narsa qimmat bo'ladi degan shuda. Shu mazgilda mushu imtihondan o'tgan sog'lom bo'lgan bolalardan aeroplan uchiqchiligiga odam tanladi. Bu imtihondan o'tgan fizika fakultetida o'qiyotgan Urumchidan kelgan bo'yturqi meningchilik bo'lgan Akbar ismli yigit imtihon berdi va uchiqchilikka tanlandi. Buning bu imtihondan o'tganligimni fakultetimizning rahbarlaridan Abdullah muallim va yaxshi o'quvchilarni qo'llaydigan
qo'llab quvvatlaydigan iqtidorli o'qituvchi Abdukim muallimlar alohida tabrikladi. O chaqlarda fakultet o'quvchilar uyushmasining raisi cho'qim Uyg'urdan bo'ladi. Shuning bilan shu yillik o'quvchilar uyushmasi saylimida ko'pchilik meni raislik saylab qo'yishdi. Men undaq saylanib qo'yib cho'kib ketadiganlardan emas edim. O'quvchilarga amaliy ish qilishni, qanday qilib o'quvchilarda aktiv o'rganish qizg'inligini tikligili bo'lganlik haqida izlandim. Avval fakultetda uyushmaning gazetini chiqardik. Xattatlikni bizning sinfdagi Kerem bilan 9-yillik sinfga xo'shdan kelgan Ahmad ustiga oldi. Onunga men o'zim inglizchadan tarjima qilgan mashhur iqtisodshunos John Maynard Keynesning iqtisodshunoslik degan nima degan asarni berdim. Arqınla milliy sinflar ara kitob o'qish musobaqasi, nutq so'zlash musobaqasi o'tkazdik. Buning fakultetda va maktabda oz to'la ta'sir bo'lgan bo'lsa kerak. Erkinjon Ro'zning keynidan o'quvchilar birlashmasiga rais bo'lib saylangan, Ko'rladan kelib geografiya 87-yillik sinfda o'qiyotgan Anvar bir kuni meni izlab keldi. Maktab o'quvchilar uyushmasining o'rganish bo'limini tutib bergan bo'lsangiz, men onunğa o'qish va fakultetdagi o'quvchilar xizmatimdagi aldirashchilikni aytdim. Umi o'quvchilar birlashmasi o'rganish bo'limining xizmatini jonlantirishning balalarning o'rganish qizg'inligini oshirishga foydasi bo'ladiganligini aytdi. Men Anvarga bir necha yaramliq o'quvchini o'rganish bo'limiga akirishimga va bu ishlarda uning kuch chiqarib qo'llashi lozimligini eskartib, ondan uning taklifiga qo'shildim. Shuning bilan men 1991-yil sentabrda o'quvchilar birlashmasi o'rganish bo'limining mas'ulligini qo'shimcha ustimga oldim. Matematika fakultetining a'lochi o'quvchisi Abduqodir muavin bo'lim mas'uli bo'ldi. Hamda Turg'un Abdurayim, Ahmad qatorliq saboqdoshlarni o'quvchi kadr qilib qabul qildim. Chunki universitet o'quvchilar birlashmasi studentlarning hayotida muhim rol o'ynab kelgan bo'lib, uning aktiv va qizg'in bo'lishi va yoki passiv ham faoliyat bo'lishining o'quvchilarga beradigan ta'siri o'xshash bo'lmaydi. Men bu haqda ayni chog'dagi jonliq kayfiyatni tasvirlab yozgan Mo'sha nomli maqolaning 3-sida to'xtaladigan bo'lg'achqa bu yerda ko'p to'xtalmayman. Birlashmaga kirgandan keyin biz ko'ngil bo'lgan bir muhim xizmat har xil chet el tillar kursini ichish bo'ldi. Rus, ingliz, yapon tillaridan kurs ochdik. Men kursning ilonini tayyorlab beratdim. Ilonning jalbkor bo'lishi uchun uni oldi bilan kishi ro'yini o'rgatadigan she'r bilan boshlaydim. Ahmad va Kerem uni jonpidalik bilan lozunka yozdigan qog'ozdan bir nechaga chiroyli xushxat qilib ko'chirib, boshqa kadr bolalar bilan qiz o'g'illar oshxonasining va yotoqning oldiga chaplaydi. Abduqodir fizika fakulteti o'quvchilari yotadigan binoga joylashgan o'quvchilar kadrlar yotog'ida maxsus tizimlatqani kirgan o'quvchilarni tizimlab, mavsumligiga 15 yuandan pul oladi. Men pulning hisobotini aniq elib, o'quvchilar birlashmasi moliyasiga topshirdim. Bu pullarni birlashma har xil faoliyatlarga, jumladan No'ruz faoliyatiga ishlatdi. Shu chaqda ayni chaqdagi o'lcham bo'yicha til o'qituvchilariga 80 yuan maosh beratdim. İngilizce kursga bo'lgan to'g'risini aytganda qiziqish yuqori bo'lganlikdan uningdan bir necha sinf ochdik. Dastlabki kurs ochgan vaqtda birisining havolasi bilan maktab ittifoq komitetida ishlaydigan bir o'qituvchiga dars o'tish fursatini berdim. Dastlabda uningga 40 nafar o'quvchini taqsim qildim. Mavsum oxirida statistika qilsam, aran 5 dak o'quvchi chiqibdi. U o'qituvchi, men o'quvchi. Lekin to'g'riliq hammani besib tushdi. Men ishinib qolmasdan, balki mas'uliyatini surishti qilganlar tipidagi odam bo'lg'achqa, yana bir mavsumda u o'qituvchining dars o'tish haqidagi talabini rad qilib, uning dars bermadim. Balkim o'zim dars o'tishni boshladim. Maktab o'quvchilar qo'g'dash atrofini idora qilmish bu kishi shu sabab qo'sug'da g'umsaqlab yurib, men o'qish bitirdigan yili so'rin hozirlab, to'g'risini aytganda to'zoq qurib, mendan o'chini ilib olganmi bo'ldi. Men undaq birisi o'ng qachidim qilsa, sol qachini tutib berdiganlarni emas, balki behuda hujum qilg'uchiga fursat pishib yetilganda ikki qachat soladiganlardan bu qachqa. Men maktabga o'qitish bo'lib qolgandan keyingi bir so'rinda uning ayni chaqda razillik qilganini eslatib, uning chiroyini o'ndirib, buni gapni yuziga aytdim. Obsharkillarini elib kelamsan yana bugun. Bu so'rinda biz. Bu gaplarni qistirib o'tishimning sabab u ishlar mening qaynoq oliy maktab hayotimning bir qismi bo'lg'achqa. Bir tarafdan uni seg'inish ichida aslash, yana bir tarafdan manfaatli bo'ladigan yerda ziddiyatdan bo'lib turadiganligini, to'g'ri xatoning aman mavjud bo'ladiganligini
besimdan cho'chib ketmay, to'g'ri ishda ching turish lozimligini o'qirmanlarga askartib qo'yishdir. Shuna qilib, men heliqi taxminan 4 yil burun Atoshi Shi deb yurgan bola oliy maktabning 4-yiliga kelganda studentlarga ingliz tili o'tadigan muallim bo'lib qoldim desa. Men 1994-yil sentabrdan 1995-yil yozgacha aspirantlikning 1 yilini Shanxayda o'tkazgan mazgilni hisobga olmagandan boshqa toki 1997-yil yozgacha bo'lgan aralıqda maktab ichida ingliz tilidan kurs seçib, xeyli nurg'un o'quvchilarni o'qitdim. O'quvchilar asosligi universitetdagi studentlar bo'lgandan sirt yana san'at instituti, milliy shifoxona va jamiyatdagi ayrim savdogarlardan edi. Bu o'quvchilarning ichida esimda qolganlari ko'p bo'lib, hammasining ismini aytib bo'la olmayman. Yaxshi yeri kurs oxirlashganda balalar bilan xotir rasmga tushatdik. Shu rasmlar hozirma otishdagi uyimda bor. Men ingliz tilini o'tganda jonliq va jalbkorlik qilib o'tatdim. Tonishim yoki yaqinim demay talabni qattiq qo'yatdim. Sinfdan kulkilar uzilmaydi. O'zimning xanzu tili, ya'ni Xitoy tili o'rganish jihatdagi amaliy yumurim bo'lg'achqa, chaqchaqlarmi toza kelib turardi. Ishqilib, o'quvchilarmi darsimga amroq edi. Men ularga ko'yinib, qiziqchilik qilib dars o'tatdim. Men ochgan tunji kursda o'qigan bolalardan 90-yillik fizika fakultetida o'qigan Kuchardan kelgan Abdurayim Amerikaga doktorlik o'qig'ili keldi. Eglik boshqarish 91-yillik sinfdan Ömerjon Yaponiyada doktorlikni elib qaytib ketib, bir yaramli o'qituvchi bo'lib ishlayotdi. Bu ikkisi bilan Bostonda ko'rishdim. Qiz o'quvchilardan esimda qolgani danliq kino ovozi artisti Abdurahmon Asad akaning qizi Rizvangul va yana hozir xalq radio stansiyasida ishlaydigan Gulbahor ismli Treshjon qizlar bor edi. Bu yerda dars xotirasidan bir ikkini ko'pchilikning huzur osunishini loyiq ko'rdim. Eglik boshqarish 90-yillik sinfning Börtalatdan kelgan a'lochi o'quvchisi Turg'un men yetishtirgan o'rganish bo'lim kadri. Ham mening tunji o'quvchilarimning biri edi. Bir qatimliq darsda uningdan dars so'rasam, o'rganmay ketdi. Amsa vazifangni ado qilmaganliging uchun jazoning o'rnida do'stga o'chir dedim chaqchaq aralash va darsdan keyin uningga bu tilni tirishib o'rganishning foydasi haqida so'zlab rag'bat berdim. Arada bir necha yil o'tgandan keyin Turg'un bu tirishchan aqlli bola inglizchani yaxshi egallab qolmasdan, balki kurs seçib odam tarbiyaladi. Anglashimcha, o'qish bitirgandan keyin uning jiniga asqatqini mush ingliz tili bo'ldi. Texa bir necha yilning oldida u menga yozgan salom xatida do'stga o'chirtkizgan ishimni eslatib, o'ziga g'ayrat va ilhom berganimga minnatdorlik bildiribdi. Ya'ni odamning yaxshisining ko'nglining xotirasi pok ham aynan bo'ladi. Ben ders o'tganda chaqchaqni o'quvchilarning sevimli qiliqlariga bog'lab, qiziqchilik paydo qilib o'tatdim. Chunki tilni ozoda ham do'stlik kayfiyatiga to'lgan muhit o'rganganda unumi yaxshi bo'ladi. Qaysi bir yili milliy shifoxonadan Ahmad ismli qoshlari meningkiga o'xshash qo'yiq bir dorigar bola kelib o'qidi. Uning o'rganish qiziqligi ustun edi. Men uni Ahmadcha Qarqash deb atadim. Pat-pat darsda chaqchaq keltirib turatdim. Balalarmi teliqib kulatdi. Ahmad o'zim huzurlanib, xo'shal bo'lib ketadi. Bir chaqda darsda uni chaqchaqqa qo'shmay qapti men. Qarasam o sal buruqdan bo'lib qolgandek ko'rindi. Shuning bilan bundaq chaqchaq qildim. Qarangli balalar. Çarşamba darsdan tushgandan keyin Ahmadcha Qarqash meni "To'xtang ma'lum gapim bor" deydi. Ha, so'zla desam, o'qish puli 60 yuanni yana to'lsammi to'lay, sadag'an ketay ma'lum meni sinfda chaqchaq ketib o'lang deydi. Shuning bilan sinfdan yana kulki ko'tarildi. Qarasam qizlar uning qarab kulgili turibdi. Ahmadga mening chaqchiqim yoqdimi yoki saboqdoshlarning uning og'dirgan nazarimi, umi qo'lini "Voy undaq emas ey" degandek menda qilib planchtib, kulib, huzurlanib o'ltirib ketibdi. Menda dastlabda inglizcha o'qigan bolalardan Korladan kelgan Hezimjon, Abliz degan bolalar bo'lgan. Hezimjon va yana ximiya fakülteti o'qigan Patgul Emin ismli qiz hozir Kanadaga ko'chman bo'lib yerlashibdi. Abliz universitet qonun fakültetida qo'lliq o'quvchi bo'lib ishlab o'tibdi. Men ashu qiron chaqlarni asliginimda qaynam tashqilliqqa, qizg'inlik va umidga to'lgan shu chaqlarni aslayman. Har bir o'quvchimning siymasini aslashga tirishman. Ularni sig'inaman. Balkim ularning ko'pinchisi bola chaqliq bo'lib, jamiyatning qo'lliq odamlarga aylangandir. Mayli men nada bo'lay, ayni chaqda mening kursimga kirgan har bir sevimli o'quvchimga va ularning farzandlariga baxtli turmush, xotirjamlik va go'zal kelajak tilayman.
Mubada ularning farzandlari yaqin kelgusida yoki kelajakda Bostondagi maktablarga o'qish kelib qolsa, oldiga chiqib kutib olaman. Chunki millatning kelgusi tirishchan, umidvor, samimiy va mehr muhabbatga to'lgan odamlardir. Hamda ularning farzandlarida.